Dostlar selam, Makmal. Yangiliklar bilan bilishirga hazır mısın? Her vakit hazır. Alaysa başlık ШНТВ'da robototexnika topshiriq. Sayohatga jindingizmi? Sizga robot chemodan eng yaxshi yordamchi bo'lar. Eye, shunda chemodan bor. O'zi robot, o'zi chemodan. Onun og'irligi 20 kilogramm. Siz oq bilbao kiyasiz, anga kamera o'rnashtirilgan. Shu kamera orqali aylana tiraning kartasi yasala. Ham robot chemodan harakat eta oladi. Bunday chemodanlarning turli modellari bor. Qay bir modellar bilan distansion igara etasiz. Qiziq. Maktabga yurish uchun bo'lmas ekan shunday portfel. Devam etdik. Makmal, mana sening kayfing bormi? Men yasalma intellekt. Ham his degan ayber bizda yo'q. Yolg'ishasin. Mana bir robot 6 emotsiya kishira bilan. Seni de shunga yaratasiz. Men aning uchun bek shod. Bu kunlar shu bular. Killashu ul, qiziqu. Men bit suyunish bildiram. Makmal, sen emotsiyalarim yo'q deb aytasan. Bor bit, nechuk kun hali? Devam etdik. Meditsinada yordam etuvchi robotlar bor. Biz har topshiriqlarda deyarli ular turida selimiz. Xitoyda imtihon topshirgan doktor robot bor ekan. U imtihondan 456 ball jiya. Ham tabib litsenziyasini oladi. Hozir klinikaga ishga olganlar. U davolamay albatta. Patsientning holini analizli, shuning bilan tabib qabul qiladi. Patsient Harun. Tan temperaturasi 36.6, yurak tipishi 85, qon bosimi 160. Mana Makmayda meni analiz boshladi. Sening o'zingga diagnostika yasarga kerak. Yaxshi bo'lar. Xatirni tashxis toptirga kerak. Mana shulay do'stlar. Sog' bo'ling'iz.